S Forces bo'lmoqda. Alomba. Hammaga salom yana bir marta. Biz bugun YouTube'da bu ko'rsatilgan ba'zi bir narsalarni tekshirib ko'ramiz. Qani, unda boshladik. Birinchi bo'lib biz albatta aynan mana bundan boshlaymiz. So'ngida esa mana shunday qilamiz. Ya'ni mana shuni sinab ko'ramiz. Qani, unda birinchini boshladik. Bizga ajdarhoning boshi kerak bo'ladi. Va uni buzib qo'ydik. Hozir qaytaramiz joyiga. Mana aytganimdek ajdarhoning boshini kiydiramiz. Hammasiga nima kerak? Bunisiga kiyilmayapti. Mana kiyildi. Hech biri qolib ketmadimi? Hammasiga kiyildi. Endi esa buni sindiramiz. Ovozi bilan qo'yib ketamiz. Menimcha o'xshaydi. Mana xuddi YouTube'dagidek mana shunday harakat qilmoqda. Zo'r. Ajdarho boshi ringlada 10 dan xohlaganingizcha ball qo'yib yozib keting kommentariyaga. Endi esa biz mana bu loyihatni qilamiz hozir. Daqiqa. Menimcha ovozini pasaytirib sal yaxshiroq bo'ldi. Qani, unda bunisini boshladik. Mana. Endi mana bunisini. Mana. Ular bir-biriga tiqilib qoldi-ku. Xatolik bo'ldi, hozir to'g'rilaymiz. Qayerda? Hozir o'zim to'g'rilagach videoga qaytamiz. Mana sal o'zgartirdim, endi o'xshasa kerak. Qani. Ketdi. Baribir. Demak, nariyog'iga qilish kerak. Hozir. Mana ta'minladim, endi o'xshadi. Lekin sal tezlashib ketdi-ku. Lekin juda tezlashib ketdi. Mayli. Lekin o'xshadi-ku. Qani, endi oxirgisiga o'tamiz. Eng oxirgisiga. Aynan mana shunga. Shu yerga chiqamiz. Va sindiramiz va davom etaveramiz. Mana juda oz qoldi. Ko'raylik qanday holat bo'lar ekan. Oho! Har taraflama qilish xuddi animedagi Levi Ackerman kabi. Uni juda ko'p qo'li yo'q, lekin u shunday qilib har tarafga aylanib titrlarni yo'q qilardi. Xuddi shunday bo'lyapti-da. Mana shunday deb videolarimiz tugadi. Agar yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib keting.
Lekin mana shu sal xato yaratildi-da, ya'ni qurildi. Har biriga baho qo'yishingizni xohlayman. 10 dan qancha bo'lsa ham keyingi videolargacha xayr, sizlar bilan S Forces bo'lmoqda.